Dala hovlimiz aniq bilaman, o'zi manzarasi bilan sizni mot qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Dala hovlimiz Yusufxona bilan Chimgan oralig'ida joylashgan. Hozir biz terrasada turibmiz. Kattaligi uchun tepa terrasadan yoritib beryapman. Bu yerda oshxonamiz qimmat kafellar qo'yilgan. Yonda yana bitta kichkina terrasa. Bu yerda basseynimiz 10 ga 6 ekan. Qimmat archalar ekilgan. Ko'rib turibsizlar, qish kunida ham yam-yashil bo'lib turibdi. Maydoni katta 8 sotudan iborat. Manzarasini qarang, chiroyliligini, bunaqa chiroyli manzaraga bitta chiroyli like bosib qo'ying. Endi bino ichkarisiga kiramiz. Binoyimiz 2 qavatli, 3-qavatda terrasi, xonalar soni 4 ta. 10 tarafimizda kirganimizda shunaqa chiroyli spalni, konditsionerlari bor, alohida remontga egalari chiroyli mehr bergan ekan. Spalnidan koridorga chiqqanimizda, bu tomonimizda hojatxonasi, yonda oshxona. Oshxonani xolodilniklari hali ochilmagan ekan. Yangi remontdan chiqqan 2025-yil sentyabrda. Kuxnilarini qarang, rangiga alohida urg'u berilgan. Qimmat mebellardan foydalangan ekan. Rasxodda ayashmagan ekan. Uголоклari hali upakovka turibdi, ochilmagan. Oshxona yonida zimniy basseyn, bu yog'imizda finskiy sauna, yonda umumiy sanuzel. Hozirgi zamon talabiga joy beradigan teplovoy nasoslar qo'yilgan, 3,5 kilovatli stan. Remontlari ko'rib turibsizlar, yengilligi bilan turibdi. Dala hovlimiz yoqayotgan bo'lsa, videoni bitta qizartirib qo'ying, 2-qavatga chiqamiz. 2-qavatga chiqqanimizda hol qaytagi variantda remont qilingan. Eshiklari qimmat eshiklar qo'yilgan, umumiy sanuzel. Sanuzel yonda 2 spalni. 2 spalni mana garderoblari bor. O'zini ichki sanuzeliga ega. Ko'p 2 spalnilarda ichki sanuzeli bo'lmaydi. Bu yerda yana bitta qulay tomoni, terrasaga spalni ichidan chiqib ketsanglar bo'lar ekan. Spalnidan chiqib, holda mana bilyardimiz bor, hali salafanda ekan, ochilmagan. Bu yerda yana 2 ta xonamiz bor. Bu birinchi spalnimiz. O'zini garderobi, mebeli, konditsionerlari bor. Yonida yana bitta spalnimiz. Bu yerga ham remontlari high-tech variantda qilingan, konditsioner, 2 spalni, garderoblari bor. Manzarasi juda ham zo'r, havosi toza. Dala hovlimiz qalay, manzarasi bilan sizni mot qildimi? Havosi ham toza. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'ling.